Assalomu alaykum hammaga. Albatta, qo'yimizni Qoraqalpog'iston Ostonovga yetib keldik. 8,5 million so'm bo'ldi. Akrildan kapuchino. Xoladning ustlari kengishli bo'ldi. Uni vakuumli eshik. Quvvatlari original. 100% pulxa bo'ldi. Dimog'lar ham polni Ostonovga ketildi. To'g'ri shu o'rnash olaversam bo'lgan ishlaydi. Kafelarimiz bilan qo'yildi. Sozonlar nol xudo xolasa. Stolishnicasi iranskiy stolishnica bo'ldi. 3,5 santimetrlik MDF stolishnica bor. Tortmalar ham polni vakuumli. Mo'ykasi buyaqlar taxlandi, suvimizdan suvdi. Shu olasa bo'lgan. Ishlaydi. Gaz balonlari, gazlari polni ham berishdi suladi. 8,5 million so'm bo'ldi. Texnikasi kirmaydi. Dimog'oti, gazi, mo'ykasi kirmaydi o'g'lim uchun.